Andijon, Farg'ona, Namanganda yangi reyslar qo'yildi. Pastda nomer qoldirilgan. Sentyabr oyida oxirigacha reysga kuniga yozdirishingiz mumkin. Narxlar $50 arzon qo'yildi. Sababi ko'pchilik salqinda kelaman deb kutib turgani uchun xizmat travel rasman narxlar $50 tushirib qo'ydi. Ko'pchilik ota-onasini musofirda jo'natayotgan Inobatga holatda ota-onasi qiynalmasligi uchun ham 800 metrli mehmonxona qo'ydi. Avgust oyida kelanganlar 800 metrli mehmonxonaga tushadi. Shunga olib aloqa qilishlar biz xizmatdamiz. Hurmatli yurtdoshlar, hozirda 7-kuni, 2 kundan keyin inshaalloh albatta ota-ona paketimiz kelyapti. Bu yerda 30 dan oshiq joy ziyorat qiladi va kuni 17 kunlik bo'ladi. Mana shu ota-ona paketida bugundan keyin ham yana qayta reyslar yozdirmoqchi bo'lganlar quyidagi nomerlarga ekranda nomerlar aloqa chiqarasizlar. Kimki kelmoqchi bo'lsa jo'natib qo'yasizlar shu videodan. Umra ziyoratiga ishonchli firma istab yurganlarga. Do'stlar, qo'shimcha ma'lumotlar aytib ketaman. Mana shu hozir 10-avgustdan keyin 10-gacha joy to'lmagan bo'lsa, telefon qilib aloqa chiqarasizlar. 10-dan keyin ham avgust o'rtasiga, oyda oxiriga yoki sentyabrda boshlashga niyat qilib turganlar bo'lsa, sentyabrga ham telefon qilib joyingizni yozdirishingiz mumkin. Kimki kelmoqchi bo'lsa aloqa chiqarasizlar. Biz esa xizmatdamiz. Madina Munavvara 2 kecha 3 kunduz bo'lasiz. 2 mahal o'zbekning taomlari. O'zbekistondan chiqib ketsangiz, o'sha firma aytilgan narx bo'yicha to'lovni ichiga nimalar kiritilgan? 50 bosh xizmat, 1000 bosh xizmati, transport, avtobusda ziyorat, sayohat, olib borib olib kelish, yotib turish, Ravza Ishorovga olib kelish, Qur'on bosmaxonasi, Qubo masjidi, Xurmo bog'i va qo'shimcha ziyoratgohlar hammasi kiritilgan. Makka mukarramada xuddi shunday ziyoratgohlar, avtobus xizmati, ovqatlanish 3 mahal Makkada, tibbiy xizmatlar va kalasga aravacha umra badal qilib qo'yish, umra amalini bajartirib qo'yish va 2 marta umra qilish imkoniyati beriladi. Biz bilan Hikmat bilan kelgan insonlarga. Yani kimda yana qo'shimcha savollar bo'lsa aloqa chiqarsa biz xizmatdamiz do'stlar. Kimki savollari bo'lsa aloqa chiqib savolinglarni ham beraverasizlar. Kelanganlar shu video jo'natib qo'yamiz. Bu tepada ko'pchilik savol beradi, nima uchun mashina yuradi? Mana shunday elektr mashinalarda. Bular say qildiradi. Chunki tavof qilib chiqqan insonlarni say qildirib qo'yadi. Bu safo ma'lumot say qilasiz 7 marta. Kabay masama 7 marta tavof bo'lganingizdan keyin safo ma'lumot birinchi etajga ham bor, ikkinchi etaj. Ikkinchi etajga chiqsangiz, odam shunaqa kamroq bo'ladi, ikkinchi etajda. Bu yerga chiqib kamroq bo'ladi, shu yerda say qilsangiz ham bo'laveradi. Agar o'zingiz yurgani qiynalsiz yoki ota-onangiz yoshi katta bo'lsa, mana shunday mana mashinalarda ham 20 yoki 30, baland bo'lsa, qimmat bo'lsa 50 riyolga say qildirib qo'yadi 7 marta. Chiqib yana o'sha namozni o'qib, sochini qirdirib, umra badali yoki umra amalini bajarib bo'ladi. Endi kelangan insonlar zagiran pasportingiz tayyor bo'lsa, kunini o'zingiz tanlaysiz. Kunda o'zingiz tanlaysiz albatta, chunki qaysi kunga niyat qilib qo'yganingizni o'zingiz bilasiz. Bemalol aloqaga chiqib, joyingizni yozdirib berishingiz mumkin. Kelangan insonlardan shu zagiran pasportini ekranda nomer orqali Telegram, WhatsAppdan tashlab, Makka mukarramada Hikmat Travel'da o'zining rasmiy ishchi guruhi xizmatchilari bor ekan deb o'zim kutib olaman chiroyli holatda. Kutib olmasam ham shu yerga kelganingizda ibodat, ziyoratingiz kamchiliksiz, xatosiz, nuqsonsiz, chiroyli holatda bironta kamchilik qildirmasa ibodat qilamiz degan umiddaman. Faqatgina ekranda nomer orqali, biz orqali kelgan insonlarga men yordam bera olaman xolos. Hikmat Travel'da boshqa operatorlardan kelsangiz, O'zbekistonda turib va'da berilgan ma'lumotlarga tayanib kelsangiz, albatta men javob bera olmayman. Yoki o'z videoni ko'rib boshqa insonlardan yoki boshqa operatorlardan joyingizni yozdirib kelangan bo'lsangiz, u narsaga ham men va'da bermayman. Chunki juda ko'pchilik gruppalarda shunday deyapti. Videosi ko'rdik, lekin Hikmat Travel orqali keldik deyapti, lekin u narsaga misol O'zbekistonda turib sizga va'da bergan. Bu yerda turib men va'da beryapman. Xizmat ko'rsatish bo'yicha. Shuning uchun bu yerda bergan ma'lumotga tayangan holatda albatta sizlarga xizmat ko'rsatiladi. Shuning uchun Hikmat Travel tanlagan holatda tanlovda adashmanglar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar, biz xizmatdamiz. Kelangan insonlar shu video jo'natib qo'yamiz.
Albatta kelar inson telefon qilib hozirroq ma'lumot olib, joyingizni qaysi kunga avgust yoki sentyabr niyatgan bo'lsa yozdirib qo'yasiz. Viza bilet to'lov yo'q. To'lovda sentyabr kelgan yo'q. Sentyabrda to'lov qilib beraveramiz. Salomat bo'linglar.